O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan Toshkent viloyatining Piskent tumanidagi Janubiy avtopoligonida avtomobil halqa poygalari bo'yicha O'zbekiston chempionatining 3-bosqich musobaqalari o'tkazildi. Hozirgi lavha shu haqida. Chempionatda respublikamizning barcha hududlaridan tashrif buyurgan sportchilar o'zaro kuch sinashdi. Qizg'in va murosasiz kechgan bellashuvlarda ishtirokchilar o'z mahoratini namoyon etdi. Sportchilar chempionatning A8 sinfida dvigatel hajmi 1,1 litrdan 1,6 litrgacha, A9 sinfida 1,6 litrdan 2 litrgacha, shuningdek milliy sinfda 1,6 litrgacha bo'lgan sport avtomobillarida ishtirok etishdi. Har bir sinfda g'oliblik uchun kurash keskin kechdi. Bugungi musobaqamizda 50 dan oshiq sportchilarimiz ishtirok etyapti. Bizga bugungi quvontirayotganimiz, bugun mana ushbu sport turiga ayollar ham qiziqib, faol ishtirok etib kelmoqda. Sportchilarimiz faxrli o'rin egallaganlar vatanparvar tashkilotning maxsus diplomlari hamda qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Barcha sportchilarimizga omad tilaymiz. Bunday musobaqalar yoshlarda ushbu sportga bo'lgan muhabbatni kuchaytirish hamda avtomobil sportini yanada ommalashtirishga xizmat qilmoqda. Bugun har uchala bosqich yig'indisi bo'yicha O'zbekiston chempioni aniqlanadigan musobaqa bo'lib, bu sport turiga qiziquvchilar yildan yilga ortib bormoqda. Ayniqsa yoshlarimiz shu sport turiga qiziqish bildirib, iqtidorli, tajribali sportchilar orqasidan ular ham o'zlarining avtomobillarini tayyorlab, mazkur sport turlari bo'yicha musobaqalarda ishtirok etib kelishmoqda. Piskent tumanida joylashgan mazkur poligon bu Markaziy Osiyoda yagona bo'lib, ushbu sport turi bo'yicha musobaqalarni tashkil etishga yaxshi ixtisoslashtirilgan. Vatanparvar tashkiloti tomonidan muntazam o'tkazib kelinayotgan bunday tadbirlar sportchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga mamlakatimizda avtomobil sportining rivojiga salmoqli hissa qo'shmoqda desak adashmagan bo'lamiz. Sherzod Salohiddinov, Sevinchbek Tursunboyev, Fursat informatsion dasturi uchun.